1980-yilda bir o'smir bola politsiya bo'limiga kirib keladi. Uning qo'lida qo'rquvdan titrayotgan 5 yoshli bola bor edi. Kichkina bola endigina o'g'irlab ketilgan Timothy White edi. 1972-yil 4-dekabr. Kaliforniyaning Merced shahrida 7 yoshli bola maktabdan uyga qaytayotgan edi. Uning ismi Steven Steiner. U o'sha kuni uyga qaytib bormadi. Yillar o'tdi, haftalar o'tdi. Politsiyada deyarli hech narsa yo'q edi. Guvohlar yo'q, na iz yo'q va ishonchli dalillar ham yo'q. Vaqt o'tgan sari odamlar Steven tirik ekaniga ishonmay qo'yishdi, ammo uning ota-onasi hali ham umidni uzmagan edi. Ular yillar davomida farzandini qidirishda davom etishdi. Oradan 7 yil o'tadi. 1980-yilda bir o'smir bola politsiya bo'limiga kirib keladi. Uning qo'lida qo'rquvdan titrayotgan 5 yoshli bola bor edi. Kichkina bola endigina o'g'irlab ketilgan Timothy White edi. Ammo o'smirning aytgan gaplari politsiyani yanada hayratga soladi. Menimcha, men ham yo'qolgan bolalardan biriman. Bu o'smir bola 7 yil oldin g'oyib bo'lgan Steven Steiner edi. Stevenni Kenneth Parnell ismli jinoyatchi o'g'irlab ketgan. U bolalarga yaqinlash uchun boshqa bir odamdan foydalangan. U odam maktabdan qaytayotgan bolalarga diniy varaqalar tarqatayotgandek ko'ringan. Keyin oq mashina keladi. Steven o'sha mashinaga chiqadi. Chunki u uyiga olib borishadi deb o'ylagan edi, ammo mashina uyga emas, butunlay boshqa hayotga ularni olib ketgan. O'sha kundan boshlab Stevenning bolaligi undan tortib olinadi. Kenneth Parnell unga ota-onasi endi uni xohlamaganini, uni boqishga imkoniyatlari yo'qligini aytib, uni ongini zaharlay boshlaydi. Vaqt o'tgan sari Steven nima haqiqat va nima yolg'on ekanligini ajrata olmaydi, chunki u juda ham yosh edi. Parnell hatto uning ismini ham o'zgartiradi, ammo Stevenning haqiqiy tug'ilgan sanasi va o'rta ismini saqlab qoladi. Shu yo'l bilan uni Kaliforniyadagi turli maktablarga joylashtiradi. Hech kim shubhalanmasligi uchun ular doim ko'chib yurishadi. Kichik shaharlar, arzon kvartiralar, yolg'iz joylar. Ba'zida Parnell Stevenni soatlab yolg'iz qoldiradi, ammo yillar davomida bo'lgan ruhiy bosimdan keyin Steven yordam so'rashni ham unutib qo'ygan edi. 14 yoshga kelganda bu g'ayritabiiy tutqunlikdagi hayot unga odatdagidek tuyula boshlagan edi. Lekin bir kuni Parnell uyga yana bir bolani olib keladi. 5 yoshli Timothy White. U yig'layotgan edi, qo'rqib ketgan va nima bo'layotganini tushunmayotgan edi. Steven esa uni ko'rishi bilan hammasini tushunadi, chunki u bir vaqtlar aynan shu bolaning o'rnida bo'lgan. Kenneth Parnell bilmagan bir narsa bor edi. Steven avval ham uning boshqa bolalarni o'g'irlashga urinishlarini yashirincha buzgan edi. U boshqa hech bir bola o'zi kabi tuzoqqa tushishni xohlamagan. 1980-yil 1-mart kuni Parnell tungi qo'riqchilik ishiga ketadi. Uyda Steven va 5 yoshli Timothy qoladi. Bu paytda Steven butun hayotini o'zgartiradigan qaror qabul qiladi.